Nurafshon ko'chadan kvartira qidirganlar uchun 2 xonali kvartiramizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. 76 kvadrat metrdan iborat. E'tibor beringlar, 2 xonali uyga 76 kvadrat metr degani hamma xonalarimiz keng va katta planirovkada degani. 3 qavatli novostroykaning 2-qavatida joylashgan. Orientirimiz Sag'bon chorrahasi bo'lyapti. Hozir men sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizning planirovkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda kiraverish vходной eshigimizda joylashgan. Uyimizga kirishimiz bilan bizani shunaqa keng koridor kutib oladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelning, faqat koridor orqali kiriladi. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda katta zalimiz joylashgan. Bu zalimizning kattaligini hisobga olib, bir qismini stol zona, bir qismini bo'lsa divanni zona qilib foydalansanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizga shunaqa sifatli romlar o'rnatilgan. Sifatli romlar bilan birgalikda xavfsizlik panjaralarigacha o'rnatilgan. Uyimizda kosmetik remontdan chiqqan, devorlarimizga emulsiya ishlatilgan. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma sharoitlari bor. Bu yerda bo'lsa oshxonamizda joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Oshxona mebel texnikalarini hammasi qoladi. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelniyimiz ham aynan mana shu oshxonamizning o'zida joylashgan. Uyimizni isitish uchun sifatli radiatorlar tayyor o'rnatilgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor. Bu yerda bo'lsa sanuzelimizda joylashgan. Bu yerda hattoki aristongacha o'rnatilgan. Sanuzellarimizda sezganingizdek razdelni. Bu yerda ham sanuzelimizda joylashgan. Bu yerda bo'lsa spalnyamizda joylashgan. Uyimizni yengil ta'mirlab, yosh oila maza qilib yashasa bo'ladi yoki shundoq ham foydalansanglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ko'rsatib o'taman. Mahallamizni ko'rib turganingizdek juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha, bozorcha, supermarket hamma sharoitlari bor. Katta yo'lga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Bu uyimizda 2-liniyada joylashgan, shahar shovqinidan ancha uzoqroqda joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. 2 xonali kvartira qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.